Mana shu do'konni ishonsanglar 1 yil 2 yildan beri reklama qilaman. Odamlar keladi, ayol kishilar keladi. Mana shu yerda mana do'kon bor. Mana shu videoda iloji bo'lsa tarqatib yuboringlar. WhatsApp guruh. WhatsApp nomerini yozsanglar, mana shu videoda tashlab beraman. Shuni tarqatib yuboringlar. YouTube kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'yishni xohlayman. Instagram, TikTok yordamlar. YouTube kanalimizga a'zo qilib qo'ysa, xudo xohlasa shu yerda nima ma'lumot kerak bo'lsa, xudo xohlasa kanalimizga yozsanglar, ma'lumotlar chiqaramiz. Xohlasalar kir moshina haqida desangiz, kir moshinada qilamiz. Xohlasalar shu gaz plita desangiz, gaz plita qilamiz. Mana gaz plitani, например, mana shu turechkisi poni elektriskiy keldi. Bizda bilasiz, qishloq sharoitida gaz muammo bo'ladi. Gazdan qo'rqgan ayollarimiz ham bor. Moni oladida, mashina ovqat qiladi, moni ishlatmaydi. 5 yillab mashina tozalab yuraveradi. Poni elektriskiy, xohlaganda ishlatsangiz bo'laveradi. Tayyor duxovka bo'ladi. Bunda grill bo'lmaydi. O'zbekiston artelida grill pishiradigan bo'ladi. Bunda duxovkada ventilyator funksiyasi bor. Bu yerda go'shingiz morozelkada bo'lganda muzdan tushirib beradigan funksiyalari bor. Gaz plitani xudo xolasa 16 mingdan boshlab buyog'i 25 minggacha ketaveradi. Hozir bizda, например, 20 ming so'mliklari, 18 ming so'mliklari, 16 ming so'mliklari, 18 ming so'mliklari bor. Zakazga qarab ham olib kelib beraveramiz. Keyingi videolarda xudo xolasa kir mashinalarni poni chiqaramiz. Siz ungacha podpiska tugmasini ezib qo'ying. Shu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahra tugmasini ezib qo'ying.